Mosuvlarni shuysizlar. Shu hamkorimiz tujuq kurma suvlarini kim qimmatga sotib kelsa, ana shu odam sovuq yutib oladi va puli ham o'ziga. Tayyormisizlar? Albatta. 1, 2, 3, boshladik. Ketdi. Yaxshimisizlar? Hormanglar, yaxshimisiz? Hormang. Iqboljon aniq sotdi, qimmatga sotdi. Endi harakat qilib ko'raman men ham sotishga. Qimmatroq sotish sharti bilan yuribman. Mana shuni qanchaga olib qolasiz? Qimmatroq narxga olib qolishingiz kerak. Qanaqa joylarda olib qolasiz? Sizlar yaxshimisizlar? Mana shu suvni qimmatga sotishimiz kerak. Minimal qancha? Biqqilar 30 ming deyapti, 40 ming deyapti. Minimal qancha bera olasiz bu suvga? Qanchaga olib qolasiz aka? Aka suv olmaysizlarmi mabodo? Siz sotishimiz kerak. Ko'nglingizdan chiqarib berasiz bunga. Siz qanchaga sotib olasiz bu suvni? Qarib 8 minutdan beri yuribmiz, lekin hech kim bizning mahsulotimizni sotib olmayapti. 40 ming so'mga sotdik. O'rtoqlar, hozir men tujuq xurma suvimizni atiga 40 ming so'mga sotdim. Endi nariga sherigimiz qanchaga sotdim bilmadim-ku. Hozir borib bilib olamiz. O'rtoqlar, menga 10 daqiqa berilgan, hozir 8 daqiqa bo'lyapti. 2 minut vaqtim qoldi, yuryapman. Qanchaga sotib olasiz? Shuni. Faqat rozi bo'lsangiz bo'ldi. Do'stlar, arzon bo'lsa, 50 ming so'mga sotdik. Mayli, qo'ldan kelgancha. Mana 50 ming so'mdan sotaymi, 100 ming so'mga? Vaqtimiz bor, vaqtimiz tugayapti. Hozir mana shuni sotamiz. 50 mingni 100 mingga sotib beramiz. Vaqt tugayapti, do'stlar, vaqt tugayapti. Shashilishimiz kerak. Do'stlar, bular hozir oporosi 9:50 sekund yetib keldilar. Endi hozir nari ishtirokchimiz kech qolyapti. O'sha vaqt o'tib ketib bo'ldi, tugadi. Kelishyapti. Siz qanchaga sotasiz birinchi? Birinchi oxiriga kelgan odam javob bersin. Mana oxirgi kelgan odamdan so'raymiz. Men 50 mingga sotdim. 50 ming so'm bo'ldi. Siz qanchaga sotdingiz? Men 40 ming so'mga sotdim. 40 ming, voh. Ular vaqtida keldi. Siz archaga sotdingiz, asli g'olib bo'larsiz. Kech qolganingiz uchun nafas rosa olgan tujuq kurmadan ichib olasizlar. Siz vaqtida kelganingiz uchun sizga pulni ko'paytirib beramiz. 50, bu 40 bizda qoladi. Qarasha. Siz afsus g'olib mag'lub bo'lsangiz, quruq qolsiz. Kommentariy yozamiz. Bu yerda hech qanaqa nohaqlik bo'lgani yo'q, o'rtoqlar. Hammasi haqqoniy bo'ldi. Tujuqu kurma degan suvlar Tujuq tavsiya. kurma. Tujuq kurma suvlarini Nafas rostlagan ichib olasizlar. Albatta. Men bu suvni mana shu yerdagi obunachilarimga beraveraman. Mela kim oladi? Kelinglar.